Assalomu alaykum. Insurans bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotni tushuntirib bermoqchiman. Bilmaganlar uchun insurans qanaqa ishlaydi? Mana masalan, kichkina mashinaning insuransi, sug'urta deylik. Aytaylik, insurans olgandan keyin har bir narsaning o'zining alohida insuransi bor. Masalan, trakka alohida insurans, treylerga alohida insurans va treyler ichidagi cargo deydi, unga alohida insurans. Undan tashqari keyin yana general liability insurance bor, undan tashqari keyin yana occupational accident insurance bor, avtomobil liability. Mana bularni umumiy qilib turib tushuntirib berishga harakat qilaman. Kompaniyalarga haydovchilar o'rtacha masalan 400-450 $500 haftalik insurans to'lashadi. Hammaniki har xil. Haydovchini tajribasi, vaylashma olganmi, kompaniya sertifikati yomonmi, shunga bog'liq. Endi agar trak egasi o'zi bo'lgan bo'lsa, odatda o'zining trakiga insurans alohida oladi. Agar unaqa bo'lmasa, masalan, lizga ishlayotgan bo'lgan bo'lsa, unaqada trakka alohida insurans, treylerga alohida insurans, jiddiy kargoga alohida insurans bo'lgan bo'lsa, 450 insurans nimalarga ishlaydi. Masalan, avariya bo'lib qoldi, avtohalokatda trakka zarar yetib qoldi. Trak $150,000 trak bo'lgan bo'lsa, shu trak avariya bo'ldi, umuman remont qilib bo'lmagan holatda yoki aytaylik $50,000 remont qilingan narsa bo'lib qoldi shuni. Insurans qanaqa ishlaydi? Mana shu rolda kim bo'lgan bo'lsa, o'sha deduction to'lash kerak. Nima degan deduction? Ya'ni umumiy yetgan zarardan bir qismini haydovchi to'laydi. Kompaniyalarniki insuransi har xil deduction. Ya'ni aytaylik ba'zi kompaniyada 1,5 ming, ba'zilarda 2,5 ming, ba'zilarda 5,000, ba'zilarda undan ko'proq bo'ladi. O'rtachasi 2,5 ming bilan 5 ming atrofida. Ya'ni avariya bo'ldi, trak remont qilish kerak 50 mingga, haydovchi o'sha deduction 2,5 mingni yoki 5 mingni to'laydi, qolgan qismini insurans to'lab oladi. Zarar etganda. Endi undan tashqari treyler insuransi bor. Masalan, avariya bo'lib qoldi, treyler masalan narxi $60,000 treyler. Yoki yo'q bo'lib ketadimi, yonib ketadimi, yoki bo'lsam avariya bo'lgan paytida aytaylik $20,000 ga remont qilish kerak. Mana shu remont qilishdan deduction bir qismini rulda kim bo'lgan bo'lsa, o'sha to'laydi. Ya'ni 2,5 ming yoki 5 ming to'laydi, qolganini o'zi to'lab oladi. Insurans shunaqa ishlaydi. Ya'ni kim aybdor bo'lsa, o'sha aybdor deduction bir qismini to'laydi, qolgan katta qismini insurans to'lab oladi. Undan tashqari treyler ichidagi yukki cargo deydi. Ana shu cargoni masalan ba'zilarniki $100,000, ba'zilarniki $250,000 bo'ladi. O'sha treyler ichida yuk kargosini agar zarar etib qoldi, masalan $100,000 yuk ag'anaganda hammasi yo'q bo'lib ketdi yoki zarar etib qoldi. Shuni deduction yana 2,5 ming bo'lishi mumkin, 5 ming bo'lishi mumkin. Deduction to'laydi, qolgan katta qismini insurans to'lab oladi. Shunda takroriy trak insurans alohida deduction, trailer insurance alohida deduction. Undan tashqari avariya bo'lib qoldi, trak bilan boshqa mashinaga zarar yetkazib qo'ydi. Masalan, bu mashinani masalan remont qilish 20 ming, 30 ming tushadimi? Mana shuni remont qilish yoki boshqa trakni remont qilish o'sha deductionni 2,5 ming yoki 5 ming to'laydi, qolgan qismini insurans o'zi to'lab oladi. Bu insuranslar alohida bo'lsa, bulardan tashqari keyin yana general liability insurance bor. General liability trakni remont qilishdan tashqari bo'lgan, masalan, kimdir devorini buzib ketdi, огородini buzib ketdi, yoki bo'lmasam shiperni devorini buzib qo'ydi, yoki bo'lmasam aytaylik avariya bo'lgan paytda yerga salarka oqib ketdi, o'sha salarkani tozalashi, yoki bo'lmasam trakka to'q qilishi, aytaylik masalan avariya bo'lgan joydan ustaxonaga olib borib berishi, 5 ming, 10 ming yoki undan qimmatroqqa olib borish mumkin, to'q qilishi, to'q qilib ko'tarib olib borib berish. Unga alohida, ya'ni general liability insurance. Demak, insuransda bir necha xil bo'ladi. Ana shu insuranslardan tushuntirib berganim. Undan tashqari yana haydovchining o'zini sog'lig'iga zarar yetib qolsa, aytaylik bolnitsaga bordi, qo'li sindi yoki operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoldi, ana o'shalarni occupational accident insurance to'lab beradi. U bunga aloqasi yo'q yoki bunga aloqasi yo'q yoki bunga aloqasi yo'q. Umuman 450 to'layman nimaga degan savoli alohida insuranslar. Har bittasining deductioni bor va alohida ishlash qoidasi bor. Mana bu insurans sertifikati. Umumiy kompaniyalar mana shunaqa sertifikat berishadi. Certificate of Liability Insurance deb yozib qo'ygan bo'ladi. Masalan, kompaniyasining nomi,
mana general liability yozib qo'ygan. Mana bitta general liability policy nomeri va qachon muddati o'tadi. Yoki bo'lmasam avtomobil liability policy nomeri va qachon muddati o'tadi. Yoki bo'lmasam trailer interchange, trailerga zarar yetganda policy nomberi va qanchani to'lab beradi va deduction qachon va muddati qachon. Motor cargo trailer ichida yukki physical damage mana. Har bittasini yozib qo'ygan bo'ladi. Mana shu narsa muhim bo'lgan narsalar edi. Yaqinda bir haydovchi keldi. Men qoyil qolgan joyim. Mani inshuransga qo'shganingizni menga ko'rsatib bering dedi va yaxshi, xursand bo'ldim, haqqimni talab qildi. Men inshuransga ko'zini oldida telefon qildim. Inshuransga qo'shilganligini haydovchini isbotlab berdim. Kerak bo'lsa men uni yuborgan emailini ham ko'rsatib berardim. Haydovchilar o'sha inshuransga qo'shilganligini o'zi uchun bilishi kerak. Inshurans bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar shu edi. O'ylaymanki bu foydali bo'ladi. Bilmaganlarga yuborib qo'yinglar. Inshurans bilan bog'liq bo'lgan narsani o'rganib olishlarini men tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar.